Savandar qaranglar. Funksiya tuzishimiz kerak hozir. Satr berilgan, agar satrning boshida ket bo'lsa, o'sha ketni o'chirib tashlab, dokni solamiz boshiga, keyin qaytarib olamiz. String bo'ladimi shunda return type? String bo'ladi. Function deymiz, funksiyaning nomini. Parametrdan nechta string qabul qiladi? Bitta str qabul qiladi. Endi qaranglar. Sal fikrlab olishimiz kerak endi shu joyda. Sal o'ylab olishimiz kerak. Agar satrning boshida ket so'zi bo'lsa, uni dokka almashtirishimiz kerak. Xo'p, qaranglar, mana nima deyilyapti mana bu joyda? Qaranglar, nima yozishi aniq. Agar satrning boshida ket so'zi bo'lsa, uni dokka almashtirish kerak. Agar satrning boshida ket so'zi bo'lsa. Demak, mana bunaqa deyilyapti. Satrning boshidan 3 ta olamiz. Ketning uzunligi 3 ta ku. Ketligi ham aniq bu yerda. Substring bilan ana. Ketni ana strni boshidan 3 ta olamiz va o'shani ket bilan taqqoslaymiz. Teng bo'lsa, demak if ichiga kirib, shu boshidan 3 tani o'chirib yuboramizda, o'rniga dokni solamiz va return qilamiz. Tushunarlimi? Demak, str.substring boshidan 3 ta olishni nima yozish kerak? Yo'q, ta'dila, 0 dan 3 ta olamiz. Bu teng bo'lsa ketga, boshida ket so'zi bo'ladimi shunda? Agar satrning boshida ket so'zi bo'lsa, uni dokka almashtirishimiz kerak. Hozir birdaniga almashtirib qo'yadigan funksiyani bilmaymiz hali. Shuning uchun birinchi ketni o'chirib olishimiz kerak-da, keyin o'sha 0-indeksga dokni solib qo'yishimiz kerak. Demak, birinchi o'chirish kerak. Nimadan o'chirmoqchimiz? str.erase qilib o'chirmoqchimiz. Mana bu 0-indeksdan boshlab 3 ta joyda turibdi ket, o'shani o'chirishimiz kerak. Demak, erase qilib 0-indeksdan boshlab 3 ta o'chirib yubordeymizmi? O'chirib oladi. O'chirilgan joyga endi o'sha 0-indeksga dokni solib qo'yish kerak. Shunda qaysidir indeksga solib qo'yadigan funksiyaning nomi insertmi? Insert qilib qo'yadigan, solib qo'yadigan. Demak, str.insert qilamizda 0-indeksga dokni solib qo'ydimiz mana shunday holatda. Birinchi parametrga int beryapmiz, indeks beryapmiz, ikkinchi parametrga string beryapmiz. O'sha stringni solib qo'yadi shunda. Tushunarlimi? Endi return qilish kerak. Ifdan pastda oxirida return qilamiz. strning o'zini. Bu joyda hozir else holati yozib o'tirish shart emas. Chunki agar boshida ket bo'lsa, mana bu ifga kirib, o'shani dokka almashtirib o'tadi pastiga. Agar boshida ket bo'lmasa, if kirmasdan o'tib ketadi pastga prosta. Shu strning o'zini return qiladi baribir. Endi mainda yozamiz buni. String tipida bitta str yoki word degan o'zgaruvchi ochamiz-da, getline qilamiz buni. Sin virgul word. Funksiyani chaqirishimiz uchun seoutda chaqiramizmi buni? Seout function deymizda, parametrga nimani berib olamiz? Word nima, str nima? Word kiritilgan, xuddi shunaqa wordni berib olamiz. Bitta ishlatib ko'raylik. Demak, ket nimadirlar kiritib tashlaydigan bo'lsak, boshidagi ket dokka almashib qoldi. Agar boshida ket bo'lmasa-chi? Mana bunaqa bo'lsa-chi? O'rtasida bo'lsa-chi ket? Yo'q, baribir o'zini qaytaradi. Chunki boshqa narsani kiritganimizda, mana bu ifga kirmasdan o'tadi pastga, o'zini qaytarib oladi. Agar boshida ket bo'lsa, ifga kirib, o'shani dokka almashtirib o'tadi pastga. Misol tushunarlimi?